Bolalarni o'yinchoq do'koniga olib borgan holatlarni kamdan kam uchratasiz. Bola xohlagan barcha narsani olib berish aslo onaning muhabbati sababli emas. Aksincha, bolaga yomon ta'sir o'tkazmaslik fikri tufaylidir. Men ham nevaramning kayfiyatini ko'tarish uchun o'z injiqligimdan o'yinchoq sovg'a qilaman va qizimning bundan ko'p jahli chiqadi. O'yinchoq olib berganim uchun tanbeh eshitganim ahmoqona gap bo'lsa-da, Amerika oilalarini ko'rib, bu umuman yaxshi emas deb mulohaza qilinadi. Ko'pgina psixologlar fikricha, bolaning atrofida ortiqcha o'yinchoqlar bo'lishi bolani ezib qo'yadi va fikrini jamlashi qiyin kechadi. Bola bitta o'yinchoqni yaxshiroq o'ynaydi va u bilan turli o'yinlar o'ylab topadi. Uning tasavvurida bir taxta bo'lagi yoki choynakning singan qopqog'i ertakdagi uycha yoki ajoyib ko'lga aylanishi mumkin.